Muslima opa, O'zbekistonda nuqsoni bor farzandlar kamayishi uchun nimalar qilishimiz kerak? Tashxisli bola butun dunyoda kundan kunga ko'payib boryapti va buni hammasi diagnostika turi yaxshilanganligidan, ya'ni biz oldinroq bolalarni diagnostika qilyapmiz, oldinroq ularni tashxislayapmiz. Jamiyatimizda bunaqa tashxisli bolalar kamayishini uchun faqatgina ularni holatini yaxshilashga yordam berib kamaytira olamiz. Ya'ni jamiyatga qo'shsak, ular uchun imkoniyatlar yaratib bersak, oddiy ko'chada harakatlanishlari, jamoat joylarida harakatlanishlari, xohlagan narsalarni olib, xohlagan joydan mijoz sifatida foydalanishlari uchun biza ularga sharoitlar yaratib berishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu jamiyat moslashishi kerak shunaqa tashxisli insonlarga. Ikkinchi o'rinda bu ota-onalarni bolalarni qabul qilishi. Qancha erta ota-ona tashxisli bolani qabul qilsa, shuncha bu bola o'z o'rnini topib rivojlanishi osonroq bo'ladi. Va uchinchisi bu biz kabi mutaxassislar. Albatta korreksion mutaxassis yaxshi ishlasa, bolani rivojlantirish marshrutini to'g'ri tuza olsa, shunda bu bola ertaga kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topib, hatto kasb egasi bo'lishi ham, oila qurishi ham mumkin.